Hamyurtlar, hammaga assalomu alaykum. Biza yana otabliniyamizni xudo xolasa bitirib topshirdik. Bu otabliniyamizdan novi turbalar shu xo'jalik uchun yaxshi ishlaydi deb so'rasangizlar, masalan, asosiy damir sistemadan ko'mir otabliniya o'tirganmiz, damir sistemada panelli batareyalarni qo'yib. Yana damir sistemani qizishina e'tibor beringlar. Shu oxirgi tochkamiz. Qatyoldan bu yoqqa 30 metr. Qizishi ba'zir 40 gradus issiqlik chiqarib berib turibdi. Endi panelli batareyamiz shunga ulanib turgan yeri qaranglaylar. 60 gradus chiqarib berib turibdi. O'zlaringizni guvohligingizda o'lchab berib turibman. Kim masalan, nima deydi, ko'plari bor damir profildan qo'yadi, ko'plari bor masalan arzaroq tushishini imkon darajasida qiziqmanglar. Sababi shu masalan har bir batareyani o'zine yarasha issiqlik beradiğini, masalan shu damir turba hozir o'rtacha 70 gradus issiqlik yetib turibdi. Lekin chiqarib berishi 40 gradus, 38 gradus issiqlik chiqarib berib turibdi. Panelli batareyada 70 gradus issiqlik yetib turibdi, 68 gradus chiqarib berib turibdi. Ana shunga e'tibor beringlar. Masalan yana bir marta o'lchab ko'rsataman. Keyingi o'lchaganimiz Bumuz qatyolar yaqinroq 45 gradus. Bu panelli batareyamizni gradusi endi. Panelli batareyamizga 60 gradus. Bu degani damir batareya, damir turba issiqlikni o'zida 20-25% issiqlik o'zida olib qoladi. Panelli batareya o'rtacha 5%, 7% olib qoladi. Agar namiz ma'qul bo'lmasa, like bilan podpiskani qo'yamanglar.